Çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim bir programda yine sizlerle beraberiz. Tabii ki bugün yine konuğumuz çok uzaklardan ama bizim gönül coğrafyamızdan, Doğu Türkistan'dan bir konuğumuz var. Doğu Türkistan'da gelen bu konuğumuz böyle kendi isteğiyle, kendi bir yeri tatil amaçlı gelen birisi değil, vatanını, milletini, toprağını, geçmişini terk edip ana vatanı, vatanı Doğu Türkistan'dan ayrılmak zorunda kalan Rüşengül hanımefendi var yanımızda. Efendim kendisi maalesef tabii ki o coğrafyada şu anda korkunç bir hal almış, e, zulüm kelimesinin bile içeremediği, belki aciz kaldığı bir durum var. Tabii ki bu durumu izah etmek gerçekten kelimelerle bazen zorlaşabiliyor. Biz istiyoruz ki Ruşengül hanımefendi kendisini önce bir tanıtsın. E, Neden burada? Kendisinin durumu nedir? Doğu Türkistan'ın durumu nedir? Orada yaşananlar nedir diye biz kendisinin dilinden birebir yaşamış bir kardeşimiz olarak, bir Uygur Türk'ü kardeşimiz olarak kendisinden öğrenmek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz ekranlarımıza. Kendinizi tanıtır mısınız? Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Sharq Turkistondagi Aqsu shahridan. Men kichigimdan shu yerda tug'ilib cho'ng bo'ldim, u yerda uzun yashadim. Hozirgi Xitoyniki zulmidan qochib, hozir bo'layotgan zulmidan qochib, bir o'g'il, bir qizim bilan Yevropaga keldim. Mening hozir oilamdan opam, inim, singlim va opamning inisi boshqa tuqqanlarim bo'lib 9 odam Xitoyning hozirgi atalmish jazo lagerida. Sharq Turkistonda Müslüman bo'lganligi uchun zulm uchrayotganlar hamsi Müslüman bo'lganligi uchun Uyg'ur bo'lganligi uchun zulm bo'lyapti. Til bilan ifodalab bera olmaymiz bo'layotgan zulmni. 1 milliondan ortiq qarindoshlarimiz jazo lagerida. Shu o'zimizniki chekayotgan, atatgan zulmlarimizni keng xalqarodagi qarindoshlarimizga oshkorlash, Xitoyniki bo'lgan zulmini bildirish nimasidan bu ekran oldiga keldim. Mening opam 61 yosh kirdi. 1 yildan buyon bultur 2017'de 3. ayının 15'den keyin Xitoyniki atalmış tarbiyalash lagerida. Hozir qadar opamning ya hayot yoki o'lib hech qanday bilmayman xabarini. Dadam yo'q. Bir inim, bir singlim bor. Inim hozir 2 oy bo'ldi, o'lib ketdi, xabar keldi. O'lim sababi nima uchun, Xitoyning zulmida o'ldimi, boshqa hech qanday men xabar yo'q, aniqlayolmadim, to'g'ri aniqlash fursatim yo'q. Biz telefon ursak, ularga zulm qildi, telefon urgan odam yo'q bizning uyda, hammasi jazo lagerida. Qiz qardaşimning hech qanday xabar yo'q. İzleri yok, nerede bilmeyme. Onun işitiki zulüm, beşiğe avaz yukarı besimlik, avaz kalpaklarını kiydirip, 24 saatinin içinde 3 saatlam elbette kalpak ne, başka vakta kalpak bak, olan aramiliş uxlaş yok. Çocuğunun göçünü mecbur yedirdi, arakını mecbur içirdi. İçmeyemiz, ulağa ixra qilmasa, bir xatolik qilmadim deb ixra qilmasa, namalım ukol, namalım dorilarni berib, ularni behush holat qilib, mecbur qo'l bostirib, jazo nim qildi, tuhmat chaplaydi. Bu faqat mening bir oilamdagi ish, oilam bir uchuq, bir isbot. Bütün Sharq Turkistondagi jazolarga bütün qarindoshlarimizning hammasi shunday zulmning ichida. Sirtidagi bo'lgan qarindoshlar uningdan ig'ir. Uyda her bir Müslümanın uyda birden Xitoy var. Biz bilan 1000 yil qaynasımı biz bilan qayna qo'shilmaydigan qari kafir.
Bu Xitoy bu uyda turup qaraydı. Uyda nima ish qildi, namoz o'qamdi, nima ish qildi, hammasi qaranchiq buni yuqoriga doklad qildi. Xitoyning uyga kirgan, Xitoy uyda turgan odamning ko'pinchisi necha kun turib turmaylam ekitilayotgan uydagi jasuska Xitoy baribir uyda birdan majburiy tang'iliq yemeklikni o'zi ekiladi. Bu aram halalmi, yaxshimi, nereden ekeldi so'rashqim ketolmaydi. Shunchalik zulm ig'ir vatanda. Evet. Bütün erlerni atalmış cezalarına ekitildi. Asa 18 yaştan yukarı erler 18 yaş kirgen, 18'den yukarı erler asasen yok vatanda. Bütün uyda ayollar kalgan, bazı uyda ayollar mı kalgan, ayollar var uyga birden qarıqtay er kişini ekirdi. Bu ayollar mecburi baskınçılık kalgan, ayollar zulüm içindemay özünü öldürüp algan ve yaki Xitayni öldürüp etken. Bulan tüpekti belki balalar, karançısı yok, küçük balalar, neçe balık qarayga adam yok. O küküp özünü köydürüp algan ahval boldu. Balalarını yığıp bir yerlik eketken ahval boldu, anladık. Bu balalar neye eketdi? Hiç kim bilmeydi. Bunun esirden kılgan adam hiç kimden alı yok. Esselamu Aleyküm deyiş çeklendi yok. Kur'an yok, bütün Kur'an kitap, bizden Uygur kitaplarını bütün köydürüp oldu işte kapırlar. Hazır şu öydeki Xitoy qo'shnisidan bilak, yonidagi qo'shnisigimi endi yaxshimisiz deyolmaydi. Yaxshimisiz deb ahvol so'rayolmaydi. Ma'malidan endi bir marga chiqolmaydi. Qo'shnisi qandoq yaxshimisiz deyolmaydi qo'shnisiga. Men 2017-yili 2-oyda vatan dedim. Men vatanga shu vaqt borgan. Vatanga vaqtimda men Urumchida o'tirman, Aqsuga bordim. Aqsuga borsam, Aqsuda har bir 10 adamni bir mahallada bir etrafda 10 ailege bir adamni başlık saylap qo'yibdi. Bu 10 ailege bir adamni qaritib qo'yibdi. Bu adam nima ish qildi? Shu 10 adamning uyiga kuzatchilik qildi. Nima ish qildi? Qanday adam keldi? Kimlar bilan aralashdi? Uy ichida nima ish qildi? Tekrar kirib, adidan kechgacha shular kuzatchilik qildi. Buningdan sen buni oshkorlab buni demasang başkalarını koyuyoruz, ondan başkalar aşkarlayıp senin mehbiyetliğin aşkarlayıp kalsa sen mi kirip yatsa. Da bu şundak birbirini çile anlarken üzerine xıra kıldırış. Üzerine xıra kılsa, üzerine neyim söyleyip ötküzdün, mesela Ramazan tuttun mu, namaz okudun mu, cemaatle bir oltudun mu, xıra kılsan, xıra kılmasan başkalardan anlasak seni uzun müddet ya solaymayız. Degandek mecburi xıra kıldırış, mecburi barmak aldırış, açtaq sebep, üniversite tılpın işletkenlerini edisiydi mesela chet elliklar aloqalashgan deb tılpın tutqanlarni, tılpın işletemeydi vatanda, tılpı yok, köpünce adamlar tılpı yok. Muşu taraqqagan, muşu tor dünyasida hozir tılpın işletemeydi köpünce qarindoshlar. Xitoylar Uyghur musulmonlarni o'zining jutiga ish kirsa yana Beijing, Guangzhou, Uyghurlar o'zining jutiga majburiy bormayman desam, o ixtiyor emas, majburiy yurtgayotir Uyg'urlarni. Majburiy yurtga biz ish tepirimiz, biz o'rlashtirib, biz xizmat tepirimiz deb. O'zlariniki 4-5 odamni ishkirga kelgan bo'lsa, bu ishkirsidan tuman birer minglab Xitoyni yo'tkab, Uyg'urlarga 2000 yuan maash bergan bo'lsa, Xitoylarga 5-6 ming yuan maash berib, mustaq adolatsizlik bor shu vaqtlarning o'zida. Xizmatmi adalim yo'q. Uyghur musulmonlarga bir xil muomala qiladi, o'zining Xitoyga bir xil muomala qiladi. Maktabda o'quvchilarga baravar emas. Uyg'urlar oliy maktab bitirgan o'quvchilar yangi studentlarga xizmat yo'q, xizmat bermaydi. O'zining Xitoylarni yo'tkab, ashak soliqlar Uyg'urlik ish, Uyg'ur kes olmaymiz, ochiq oshkora. Bismillah. Assalomu alaykum. Yo'q, bir uningga 2 yil bo'lib qoldi, uni qat'iy deyolmaydi, hech kim deyolmaydi bu gaplarni. Hozir u osmon qarayamaydi-ki, osmonga men qaysi birisi bilan ko'rishdim. Osmonda shariat orqali dedi, osmon qarayamaymiz dedi. Osmon qarasa sen Alloh deding, ediyangda masal bor deydi onlar. Bu programda Ruşengül hanımefendi birkaç defa böyle gerçekten çok sıkıntılı bir duruma geldi. Sorularımla kendisini tekrar o zaman dilimine götürüyoruz. Hanımefendi gerçekten o anları tekrar yaşıyormuş gibi oluyor. Biz de ya endişesini yaşıyoruz olayın.
Ben son olarak kendisine, tabii hür dünyaya, onlara da onların hayatını korumak amaçlı bir oğlunu, bir kızını hür dünyaya kaçarak, mülteci olarak bir Avrupa ülkesine kendisi yerleşmiş. Ben kendisine sormak istediğim şey şu: çocukları vatanını sorduğunda, geldikleri yerleri sorduğunda onlara nasıl tarif ediyor? Ya biz niye geldik? Biz buralara evimizi, yurdumuzu, barkımızı bırakıp niye geldik? Bunu nasıl izah etmekte güçlük çekiyor mu? İkincisi de bu yaşadığı zulümleri buradaki Avrupalı mercilere gittiğinde, anlattığında nasıl bir reaksiyonla karşılaşıyor? Ve bundan sonraki hayatında Uygurları nasıl temsil edecek? Uygurları nasıl dünyaya anlatacak? Ya da orada yaşanan şeyleri nasıl dile getirecek? Az önce sorduğunuz soruların cevaplarını tekrar almak istiyoruz sizden. Buyurun. Ben Yevropaga keldim. Yevropaga kelgenden keyin bu yerdagi qarindoshlar mening kimligimni, mening bu yerga nima uchun kelganligimni so'radi. Men Uyg'ur Sharq Turkistondan keldim. Dedim, bular nima uchun kelganligimni dedim. Men hozir bo'layotgan vatan bo'layotgan zulmlarni aytdim ularga. Men ular shundoq ichimda gapda ba'zi bir gaplarimga ishonmadi ular. Mushu keng hozirgi taraqqagan mushu to'r ham jahannamda nim qilgan taraqqan mushu vaqtlarni o'zida mushtaq ishlarni bo'lishi mumkinmi? Sen bak aşırıp devatamsa deb. Yo'q, men aşırmadım bu ameliyat deb men borgan turgan har bir joyimda mendan so'rgan hammasiga vatandagi bo'lgan ishlarning hammasini hozirga qadar anlatib keldim. Kelganim 1 yil bo'ldi, 1 yildan mobayniga. Bolalarım men bu yerga nima uchun keldik? Bizning nima deb vatanimizdan bu yerga kelimiz, bu yerda nima deb yashaymiz dedi. Vatanimiz bo'layotgan ishlarni bolalarımga so'zlab berdim. Biz vatan qachon qaytamiz dedi. Men biz vatanga sizlar cho'qim yaxshi o'qinglar, yaxshi nim qilamiz. Biz vatanga Xitoy taqobil turgudek bo'lib, kuchlanib vatan qaytamiz. Vatan Xitoy bizni o'ltirib tug'tanmaydi. Vatan bizning biz Xitoyga ravus qarshi turgudek bo'lib, bizga qanday zulm qilgan bo'lsa, biz shuni oshirib qisas aqdak bo'lib biz vatan qaytamiz dedim. Qarindoshlarimiz biz chidiqsiz darajada zulmga uchrayapti. Bizim işe de Uygur'un yanında Uygur bayağı bağmayman. Tukallarımı söylesem et soru yok bilmeyim, et soru yok. Bir yerlik basam kimden ne kılma paket yok dep uxlap yatkan qarindoshlarımga uyqunlarni etçanlar. Endi o yatqa vaqt ötüp ketdi. Xitoylik qildiganini qilib bo'ldi, o'ltirganini o'ltiryapti, davomlashtiryapti. Ertagin uxlab yetaversak, sil bizligim kelish mumkin bu kun. Men bu davoni Alloh xolsa ömrümning oxirigacha g'albin netinchi qozongacha davomlashtiraman. Hammanglarni kim bo'lsa mening yanimda bo'lishinglarni umid qilaman. Uyg'urim vatanim degan har bir qarindoshimning yanida men har qachon yaninglarda duoyimni yod etaman inshaalloh. Evet efendim, görüyorsunuz. Yani ne söyleyeceğimi ben de bilmiyorum. Durum içler acısı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.